Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Migrantlar uchun rus tili imtihoni bekor qilindi, biroq hamma uchun emas. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada davlat kvotalari bo'yicha kelgan migrantlar endi mamlakatga kirishda rus tili imtihonni topshirishlari shart emasligi haqida yangi qonun loyihasi qabul qilindi. Qaror Federatsiya Kengashi tomonidan ma'qullandi. Biroq bu yangilik fuqarolarga taalluqli emas. Tibbiyot xodimlari uchun rus tili talabi saqlanib qolmoqda. Tanqidlardan so'ng ular uchun imtihondan voz kechish g'oyasi rad etildi. Voronejda 21 yoshli O'zbekiston fuqarosiga nisbatan tergov yakunlandi. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, u internetda giyohvand moddalar sotishga urinishda ayblanmoqda. Yigit katta miqdorda giyohvand moddalar sotishiga aralashgani iddia qilinmoqda. Tergovchilarning ta'kidlashicha, u may oyida Voronej viloyatida metadon sotadigan guruh bilan internet orqali bog'langan. Avgust oyida u xaridorlarga tarqatish uchun giyohvand moddalarni yashirishga urinish paytida hibsga olingan. Huquqni muhofaza qilish organlari ma'lumotlariga ko'ra, Voronejda 245 ta paket solingan giyohvand moddalar 20 taga yaqin joyda topilgan. Barcha o'rimlar musodara qilingan. Jinoyat ishi sudga yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi prezidenti Shavkat Ayyupovning so'zlariga ko'ra, Ko'rchatov nomidagi Rossiyaning atom energetikasi sohasidagi yetakchi ilmiy tadqiqot instituti O'zbekistonda filialni ochishni rejalashtirgan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston va Rossiya umumiy ilmiy an'analarga va hamkorlikni chuqurlashtirish uchun mustahkam poydevorga ega. Ma'lumot uchun, hozirda O'zbekistonda Rossiya universitetlarining 10 dan ortiq filiali faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda ikki davlat rahbarlari matbuot xizmatlari xabar berdi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish doirasida yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi, deyiladi O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati xabarida. Shuningdek, tovar ayirboshlashning o'sish sur'atini saqlab qolish, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida kooperatsiyani, shu jumladan energetika sohasidagi qo'shma loyihalarni ilgari surish, hududlarning ishbilarmonlik aloqalari va madaniy-gumanitar almashinuvni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Joriy yil 22 oktyabr kuni Moskva viloyatida o'tgan O'zbekiston va Rossiya hududlari kengashining ikkinchi yig'ilishi samarali bo'lgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. 3 dekabr kuni bo'ladigan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ilishi va uning doirasida qo'shma biznes forumini samarali o'tkazish muhimligi ta'kidlangan. Hozirgi xalqaro muammolar muhokama qilindi, turli darajadagi muntazam aloqalarni davom ettirishga kelishib olindi, deyiladi Kreml xabarida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin joriy yil 14 oktyabr kuni ham telefon orqali muloqot qilgandi. Noyabr oyida esa Mirziyoyev Vashingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashdi va Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bilan birga S5+1 formatidagi sammitda qatnashdi.
2026 yil 1-martadan boshlab Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatga kelayotgan barcha mehnat muhojirlari va xorijliklarni gepatit B va C ga tekshirishni boshlashni rejalashtirmoqda. Yangi qoidalar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, qochqinlar va vaqtinchalik boshpana so'rab murojaat qilganlarga ham tegishli bo'ladi, deb yozadi Vedomosti. O'zgartirishlar loyihasi allaqachon normativ hujjatlarning federal portalida e'lon qilingan. Tushuntirish xatida o'zgarish tibbiy ko'riklar o'tkazish tartibini takomillashtirish uchun zarurligi qayd etilgan. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng kasalliklar ro'yxati B va C gepatitlarini ham o'z ichiga oladi. Shu tariqa rasmiylar muhojirlarning sog'lig'i ustidan monitoringni kuchaytirish va identifikatsiyalarning tarqalish xavfini ham kamaytirishni istashmoqda.